Soat 7 bo'ldi. Get ready with me girls. Men короче yaqin yangi shampun oldim. Koreyskiy Kundal brendidan. Meni sochim bir kunga qolmay, уже слишком tez yog'lanib ketadi. Shuning uchun menga chuqurroq tozalaydigan shampun kerak. Meni asabimni buzadigan narsa. Chuqur tozalaydigan shampunlar sochlarni uchini ham qurib tashlaydi, battar chigal qilib tashlaydi. Takoy nosog'lom sochga o'xshatib qo'yadi. Sochlarni hasha qilib tashlaydi. Lekin bu вообще boshqa. Men bu shampuni ishlatayotganimdan beri umuman bunaqa bo'lgani yo'q. Bu immuniy chuqur tozalaydigan shampun, lekin buni har xillari bor. Что o'zingizlarni sochingizga moslab olsangiz bo'ladi. Do'konni videodagidek aytib ketaman. Hidi вообще boshqacha emas. Takoy bundan o'zimni baby powder hidiga otdi. Persipkani hidiga otdi. Hidi вообще yoqimli, nejniy, asabni buzmaydigan. Buni ham ishlatayotganingizda sifatli narsa ishlatayotganinglarni sezib turasizlar. Ikkinchi ishga ketaman. Qayerga ketayotganimni aytmayman. Kun ussiq bo'lganiga to'g'risi ortiqcha narsa surgim kelmayapti. Mis SPF o'zini surib sirasi chiqib ketaman. Sochim hidicha shunda burnim yurib turibdi, prям maza qilaman. Shampundan tashqari mana bunaqangi soch uchun yog'ini ham ishlataman. Bu sochingizga ham yog', ham sivritka vazifasida bo'ladi. Bu yerda pink grapefruitli hidi. Sochingizlar ho'l yoki qurib prichoska qilib bo'lganingizdan keyin ishlatasizlar. Bu faqat sochni o'zini uchiga suriladi. Mencha umuman balzam ishlatmayman, chunki sochimni og'ir qilib tekis qilib qo'yadi. Lekin men bu sochim yumshoq, yengil, og'ir qilmasdan turib tekis qilyapti. Sochim burnimga yetib kelmayapti, maza qilolmayman. That's so good. Xuddi shu ikkalasini ham olgan joyimni belgilab qo'yaman. You guys have to buy it. Sochingizga qo'lingiz bilan tegmaydi. Qancha qo'lingiz bilan kam tegsangiz, shuncha chiroyli turadi. Bilmayman qanaqadir qo'l bilan teggan sari soch buzilib ketaveradi. Aytgancha Nodir tishiga prekit qo'ydi. I don't know, takoy random information. Endi kiyinib kelaman. Qo'yib boqimni qaranglar. So cute. Bye.